Keling. Nima yeyishga yo'q? Qizaraman. Men qaynsingilman, bittagina qizman, ikkita kelayim bor. Allohim opa-singil bermagan bo'lsam, o'rnini bosadigan mehribon kelaylar bergan. Bugun naqd 15 yildan beri bizga shirin ovqatlar berayotgan katta keling muxlisam. Nima yeyishga yo'q pitsa dedilar. O'zim har doim tayyorlaydigan eng ideal pitsani tayyorlab, retseptini sizlar bilan bo'lishim. Katta oilalar uchun naqd to'g'ri barakali pitsa retseptini albatta saqlab oling.